Qalaysan? Assalomu alaykum Ozod aka. Yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Katta yigitga yuribsanmi? 21 to'ldi Ozod aka. Voy, katta bola bo'lib ketibsan-ku. Qachon to'y endi? Buyur, xudo xohlasa bo'lib qolar. Ha, bo'ldi, gap yo'q. Yaxshimisiz, O'zimiz charchamayapsizmi? o'tkazamiz to'ylaring. Rahmat, xudo shukr. Nima gaplar? Xudoga shukr, yuribman, ijodlar qilib, yangi qo'shiqlar yozib, o'zimizda ishlab, endi bilasiz, san'atkorlar san'at qilmasa ijod o'ladi. Barakallah. Prezidentimiz taqdirladilar, 3 xonali uy berdilar. Endi qonunan anaqasi dokumentlarning nomli o'tmayapti-da. Shuni endi madaniyat endi sizga yetishyapti. Nega? Moddasi bo'yicha 735-qaror qo'ygan. Ana narigi qarori bitta ko'tarish kerak, bilish kerak. Hozir hal bo'lib ketishi mumkin-da buning ishi. Hozir opa bunday ish qilaylik. Bu biz bitta ko'taraylik. Faqat menga imkon bering, o'rganaylik, nimaga bunaqa bo'lyapti. Bo'ladi, niyatingga yetasan, bolam. Yo'q, harakat qilamiz, yordam qilamiz. Ilohim to'ylarimda o'zingiz bosh bo'lib turing, madaniyat vazirligi bilan hammanglar xudoim. Men ham kuchayib ketib sizga o'xshab, xalqqa eshitib yordam berib sizga o'xshab kresloda men ham o'tiray vazirlar bo'lib, ilohim. Sizga omad olsin ekan. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yangi vazir keldi. O'tiradi joyingga. O'tir. Yaxshi niyat qilib. Ha, yaxshi. Hali yarashdimi? Rahmat Ozodga, Alloh sizdan. Sog' bo'ling, sog' bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling. Baraka top. Rahmat. Salomat bo'ling. Yaxshi. Rahmat. To'ylarda xizmatda bo'lamiz.